High-tech hamda minimalizm umumiy 110 metr kvadratdan tashkil topgan ikki tomonlama proyektdagi 5 qavatli Novostroykadoning 3-qavatdan Yevro ta'mirlangan 3 xonali xonadonimizni bugun siz bilan birgalikda batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish qismidan bizni noodatiy tarzdagi chiroyligina koridor qismimiz kutib oladi. Proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona, ichki eshiklarimiz zakaslangan, devorlarimiz italyanskiy atachento uslubda ta'mirlangan, pardalarimiz ilingan, qandalarimiz ilingan, turetsk radiatorlarimiz o'rnatilgan, oyoqdagi to'liq laminat holatda. Xonadonimizga dekor uslubda alohida ishlovlar berilgan. Proyekt bo'yicha bolalar yotoqxonasi, manzilimiz 5-mikrorayon, jo'may, maktab, bog'cha, hamma narsa dostupni joyga joylashgan. Kattalar yotoqxonasi. Xonadonimiz proyekti idealna 3 xonalik uchun. Kuxnya qismimiz. Kuxonli mebellarga to'liq jihozlangan holatda. Moyka, stiralniy mashinka, gazli plita, vытяжка, двухконтурный kotellarimiz o'rnatilgan. 4-xona sifatida ishlatishingiz mumkin bo'lgan 2 ga 3 bo'lgan balkon qismi ham mavjud. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalarimiz pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan, qo'shimchasi garistonlarimiz o'rnatilgan. Hamda hojatxona. 3 xonali 3-qavatda joylashgan 5-mikrorayon lokatsiyasidan ushbu xonadonimiz atigi 500 ga baholanadi. Batafsil ma'lumot sizga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki Družba ko'chmas mulk agentligiga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz. Družba har bir mijozimizning ishonchli tanlovidir.